borishadi. Yana bitta chiqdi, aytib o'tishim kerak. Bu O'zbekistonda yoki Amerikadagi ham do'stlarimizga ham foydali bo'lishi mumkin. Yangi turi chiqdi. Hozir agar siz telefoningizdan video vezib keladigan bo'lsa, kimdir sizga telefon qiladigan bo'lsa, uni telefoningizni ko'tarsangiz, haligi odam sizga qanaqadir bir rasm ko'rsatishi mumkin, siz uni ko'rasiz. Ko'rib turib, nimadir boshqacha kimdir rasm qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin, gapirishga harakat qilasiz. Kimsan, nima, u yoq bu yoq gapirsangiz, haligi odam sizni yuzingizni yozib olyapti, yuzingizni yozib oladi, siz unga ko'rib turibsiz nimanidir. Keyin ular nima qilyapti? Sizni o'sha turgan rasmni almashtirib, adult content deydi, qanaqadir o'sha pornografik narsalarni qo'yib turib, sizni blackmail qilishga harakat qiladi. Ya'ni sizdan pul undirishga aytadiki, bo'lgan voqea xuddi mana shu er xotin gaplashib o'tirganda, televizor ko'rib o'tirgan vaqtda eriga telefon keladi, er ko'taradida, ko'tarib, "Hey, how are you? Kimsan?" u yoqqa gaplashib turgan vaqtida bitta ayol qimirlab gapirmasdan turadida, bir 20-30 sekunddan keyin o'chadi. O'chadi, nima bo'ldi, ajoyib bo'ldi deb o'tirgan vaqtda keyin video keladi unga. Xuddi o'sha erkak qarayapti, lekin u yoqda o'sha bitta pornografik narsani ko'rib turganligini videosi. Uni yuz yozilgan, bu yoqda video ketyapti. Aytganki, agar bizga mana shuncha summa bermasang, mana shu videoni ayolingga jo'natamiz. Sen mana shu narsalar ko'ryapsan. Oilang buziladi, u yoq bu yoq deganda, unga yaxshi tomoni ayoli yonida bo'lgan. Uni agar bir-biriga ishonmaydigan juftlik bo'lsa yoki boshqa ishonmasa, haliginga shunday aldanib qolishi mumkin-da. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Agar sizlarga tanimagan odamlaringdan Telegramdan video call keladimi yoki iPhone'da face call keladimi, agar video vizib bo'lsa, tanimagan odamlarni ko'tarmanglar. Agar uni muhim ishi bo'lsa, xabar yozadi, SMS yozadi, xabar yozadi-da, sizga o'shandan keyin gaplashishingiz mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Menga shu narsa bo'lgan, men bir marta